Assalomu alaykum qadrli Parvoz aka ukalar. Hammaga juma ayyomi muborak bo'lsin. Qani bugun 5 tani haydab ko'ramiz. 5 ta Pokiston. Xo'p. Bu bir jup qoldi baylaq. Ikki jupga tashladim. Tediylarni jupga tashlab qo'ydim. U jup deyarli par bo'lib qoldi. Bugun tursa jup bo'ladi. Kecha mana ko'ksha modali uchirganimdan keyin bir 2 soatdan keyin keldi, daydib ketib qoldi. Yurib keyin qayerdandir paydo bo'lib kelib tushdi. Mana shu nariga tashlab berdim. Jup bo'lib qolsa, xudo xolasa keyin chiqaramiz endi buni. Hop. Bizi 5 ta. Soat 11dan 1-2 minut o'tdi. Yangi jichcha pastga uchyapti hali kecha yechganim. Yana 1-2 kun uchib turib sekin qo'shilib olsa kerak, xudo xolasa. Kaptarlar bolaga harakat qilayotganiga ja uchib o'rmayapti. Oradan bitta-ikkitasi otilib ketib qolyapti, xolos. Bir hafta 10 kun oldin hammasi chiqib ketayotdi. Hop, 5 ta. Qolgani tuxumda yotibdi. Endi mashinalar ham tuxum qo'yib olsa, xudo xolasa keyin sekin qo'yib yuboraman bularni. Jinsini ham qo'ydi shikili moda. Ana dumuqoralar, chujoy dumuqoralar keldi tushdi. Kimniki ekan bilmadim. Hali kecha yo'liga o'ynab yurgan moda bilan otasi ko'tarilyapti, sekin ajrayapti kuruydan. Kechagidaqa ko'm-ko'k bas osmon, bugun xira cho'ta. Shahda ham bir gala to'zitishibdi. O'shalar. Bratandiki bu. Jiyani boqadi buni. Biznikilar yaxshi sekin ketyapti beshovi. Kecha yangi modani tushirib olish kerak, endi bundan ortiqcha ko'tarilyapti kaptarlar. Bitta do'stim ham to'zitibdi mana. Buniki yomon bo'ldi, qorda ertasiga 11 ta haydadi, 11 ta kechgacha yurdi. Shomdan keyin ham 7 tasi yurib turib, bitta ham tushmadi keyin. Ertasiga bitta bo'lib 9 tasi qaytib keldi, 2 tasi kelmadi. Zatamanlar gap yo'q. Faqatdandir mana bitta qora keldi endi. Manakilar tepada. Oshnam 8 tasi haydabdi oshnam. Bizniki adres Marg'ilonda. Andijon bas aka ukalar.
Marg'ilon. Hozircha sotiladigani yo'q. Sotiladigan bilan qo'yadigan bo'lsak, nomer albatta aytiladi. O'zi hech qancha kaptar qolmadi, shunchaki haydab turibmiz endi bularni. Mana bir jup tashlab bordim, mana moda tuxum qo'yyapti-da, o'sha mana shu 1-2 kunda xudo xolasa qo'yib bo'lsa kerak. Uni o'ynamay ham qo'ydi, keyin yomon tortib o'ynardi moda. Uni taqillatib o'ynamay ham qo'ydi kaptar. Lekin hali kechaga yetgani mana ikkita ota bolaga sherik bo'lib yuribdi mana shu yakka uchayotgan o'sha. Hoppa. Bular hozir qo'nadi. Qarasa to'zitishyapti ekan bugun. Va alaykum assalom qizim. Keldingizmi? Shu kaptar ham uzoq uchadigan kaptar ekanda, hali kecha yangi yechganim. Juma bugundan sekin kurukka kirmay ajrab o'zi yakka yurishni boshladi. Menimcha mana qora qo'shini ham qaytib keldi, qorda yo'qotganlarini. Rosa tuxumga harakat qilyapti, bunday bosishyapti kaptarlar. Mashinlardan bitta chiqaraylik, xudo xolasa. To'rtta vallahi qora ham qo'shildi tevadagi. Ikkitasi uni ustiga chiqib ketdi. Ikkitasi pasradi. Bizni tuxumga harakat qilayotganlar. Bular ham tepada-yu, ulardan ko'ra ancha pastda. Gap yo'q. Oshnamni galasi mana 8 salik. Bratandikini bittasi qolib, xolos qolgani tashlab boribdi.